Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, sizlarga Matizlarning bir qator obzor etib berib o'tamiz. Bir ham boshdan kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, like bosib qo'ysangiz. Bir ham boshdan obzor etib berib ketamiz. 2002-yil ishlab chiqarilgan bo'sh balonlar qo'yilgan benzinda kraskasi bir qator asujit bo'lgan. Motor korobkasida umuman rasxod yo'q. Yurgan kilometrlar 213 ming kilometr yurgan. Benzinda bahosına keladigan bo'lsak, bahosi 20 million so'm. Üstünde naqd sanadigan bo'lsangiz, yana savdolashib kelish bo'lsangiz olur. Prostoy chexol poliki bor. Benzinda turgan mashinamiz bahosi 20 million so'm. Bu anda yana bir Matizimiz 2006-yil ishlab chiqarilgan benzinda bor. Prostoy chexol polik hamma narsasi bor. 156 ming kilometr yurgan. Mayda-chuyda zanglari bor. Boshqa rasxoti yo'q. Bahosi 18 million so'm. (2005-yil ishlab chiqarilgan 237 ming kilometr yurgan metan gaz ballon ustanobka bo'lgan, kraskasi bir qator asujit bo'lgan. Prostoy. O'zingiz avskot chexollarida turibdi. 237 ming kilometr yurgan. Balonlarning sostanasi normalniy. Bahosi 28 million so'm. Üstünde savdolashib kelish pasazlar bo'ladi. Kraska bir qator asujit bo'lgan. 2009-yil ishlab chiqarilgan metan gaz ballon ustanobka bo'lgan 174 ming kilometr yurgan kraska mayda-chuyda bir qator zanglar ishlangan. Balonlarning sostanasi yaxshi, metan gaz ballon ustanobka bo'lgan. Bahosi 30 million so'm. Üstünde yana savdolashib kelish pasazlar bo'ladi. Yili tozaroq Matiz izlab yurganlar uchun 2014-yil ishlab chiqarilgan metan gaz ballon ustanobka bo'lgan 93 ming kilometr yurgan. Prostoy, o'zingiz avskot chexollarida turibdi. Kraskasi mayda-chuyda zanglar ishlangan. Bahosi 36 million so'm aytilib turibdi. Üstünde yana ozgina kelishib beradi o'yinlari bor. 2008-yil ishlab chiqarilgan 509 ming kilometr yurgan kraskasi bir qator zanglari ishlangan. Polikiz, chexol, polik hamma narsasi bor do'stlar. Metan gaz ballon ustanobka bo'lgan. Balonlarning sostanasi yaxshi. Bahosına keladigan bo'lsak, bahosi 30 million so'm aytilib turibdi. Üstünde savdolashib kelish pasazlar bo'ladi. 2011-yil ishlab chiqarilgan Best 367 ming kilometr yurgan, kraskasi mayda-chuyda ishlangan. Lyuks konditsioner, chexol, polik hamma narsasi bor. Metan gaz ballon ustanobka bo'lgan. Rasxoti yo'q, tayyor. Bahosına keladigan bo'lsak, bahosi 35 million so'm aytilib turibdi. Üstünde naqd pul sanaman dolan bo'lsa, yana savdolashib kelish pasazlar bo'ladi. Mashinalarimiz Xiva avtosavdo 707 da turadi. Ekranda nomerlarni qoldiramiz. Bemalol aloqa chiqarasiz do'stlar. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib, like bosib qo'yasiz.